O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Rixsi Ibrohimova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Urushdan qaytgan o'liklarni ko'rganman deydi aktrisa. Chernobil fojiasi sabab 5 marta operatsiya bo'lgan va deputatlikka saylangan Rixsi Ibrohimova 86 yoshda. O'zbekiston xalq artisti Rixsi Ibrohimova bu yil 86 yoshni qarshiladi. Bolaligi urush yillarida to'g'ri kelgan, ochlik va o'limni his qilib yashagan ijodkor katta mehnat evaziga ustozlik maqomiga erishgan. Bu mavsuma o'zbek ayoli siymosida kino tasmalariga muhrlandi. Rixsi Ibrohimova 7 farzandli xonadonga dunyoga keldi. Uning oilasida san'atkorlar yo'q, ammo otasi adabiyotni yoqtirgani va sibizg'a chalishni yaxshi ko'rganini yaxshi eslaydi. Aktrisa bolaligi qiyin kunlarda to'g'ri kelgani, nonni o'lchab yeyishgani va tasodifan urushdan qaytgan o'liklarni ko'rib qolgani haqida so'zlab berdi. Hozirgi yoshlarga bolaligim haqida so'zlab bersam, xuddi ertak eshitayotgandek bo'lishadi. Oilada 7 ta farzand bo'lganimiz uchun hamma narsa o'lchovlik edi. Onam kechga hammamizga bir burdadan non berib, hammasini yeb qo'ymagin. Ertaga maktabga olib borishing kerak derdi. Odamlar faqat qorin g'amini yerdi. Onam esa, otasi, shuncha bolaning to'yini qanday qilamiz? Sandiqqa bir ro'mol ham tashlab qo'ymadim deb kuyinib gapirsa, peshonasiga bersin. Hozircha qornini to'ydirib turaylik, bir gap bo'lar derdi. Bolaligimdan raqsga qiziqqanman. Qizlar maktabiga o'qiganim uchun turli spektakllar sahnalashtiriladi. Meni ham rol o'ynashga taklif etishdi, ammo sahnaga chiqadigan paytim o'qituvchim qopdagi kiyimlardan birini kiyishimni aytdi. Qarasam hammasi nihoyatda kir va yoqimsiz hidli ekan. Bularni kiymayman dedim. Shu sabab maktabdagi ilk rolimni ijro etolmaganman deydi aktrisa. Ammo sahnada intilish bolalikdan bo'lgan. Bir kuni dugonam bilan Toshmi atrofidagi mahallada bir ish bilan boradigan bo'ldik. U qarovsiz bino yonida o'tayotganda eski matolarga o'ralgan va qizil rangda bo'yalgan jasadlarni ko'rdik. Keyin bilsak, u shaxsi aniqlanmagan, ammo o'zbek ekani taxmin qilingan urush qatnashchilari ekan. Qo'rqib ketganmiz. Bu juda qo'rqinchli manzara edi deydi Rixsi Ibrohimova. Ko'pchilik san'atkorlar oila a'zolari bu sohani tanlashiga jiddiy qarshilik qilgani haqida gapirishadi. Qizig'i shundaki, Rixsi Ibrohimovani otasi qizining san'at institutida o'qishini istagan ekan. Aktrisa oilasi haqida gapirishni unchalik xushlamaydi, ammo uning ham ko'p san'atkorlarga o'rnak bo'la oladigan go'zal oilasi bor. Turmush o'rtog'im san'atdan yiroq inson emas. Teatrimizning qurilishida ishtirok etgan, keyinchalik muhandis sifatida ishga olib qolishgan ekan. Har kuni grimxonamga ovqat paydo bo'lib qolardi. Bir kuni idishni olgani kirib qoldi. Shunda kimligini so'rab, tanishib qolganmiz deydi aktrisa. Kunlarning birida uyingizga kuzatib qo'yay degan. Yo'lda suhbatlasha turib turmush qurishni taklif bildirgan. Keyin bilsam, onasining ismi ham Rixsixon bo'lgani bois menga bo'lakcha mehr qo'ygan ekan. Taqdir ekan Dalilxon aka bilan oila qurdik. Yagona farzandimiz Azimxo'ja kompyuter muhandisligi sohasini tanladi. Oilali. Kelinim avvalgi uy vazifasi ko'rsatuvining boshlovchisi Hilolaxon. 2 ta nabiram bor, Allohga shukr. Turmush o'rtog'im 2004-yil yurak xurujidan olamdan o'tdi. Chernobil AES halokati oqibatlarini bartaraf etishda madaniy xizmatlar bilan qatnashgan 1111 kishilik san'atkor orasida aktrisa ham bor edi. Qaytgach nurlangani ma'lum bo'ldi. 1987, 1991, 1989, 1991-yillar og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan. Juda og'ir kechdi deydi aktrisa. Uning azobini tasvirlab bera olmayman. Oradan qancha yillar o'tgan bo'lsa, uning asorati haligacha seziladi. Mayli, bu ham peshonada bor ekan, nima ham qilardim deydi Rixsi Ibrohimova. Darvoqe, yana bir qiziqarli fakt. Aktrisa Rixsi Ibrohimova 1960-yil, 1970-yillarda xalq deputatlari tuman kengashi deputati bo'lgan. Teatr ijodkorlari uyushmasi va uning badiiy kengashi a'zosi. Kasaba uyushmasi boshqaruv kengashi a'zosi, shahar xotin-qizlar nuroniy jamg'armasi kengashining byuro a'zosi sifatida ham faoliyat yuritib kelgan. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.
Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.